Semantik obyekt model yangi mavzumuzning nomi. Bu semantik obyekt model deganda biz nima tushunamiz? Mana berilganlar bazasini shu obyektda ishlovchilar bilan suhbatlar o'tkazishga to'g'ri keladi. Chunki obyektni o'rganish kerak-ku. Obyektni o'rganish uchun bir qancha suhbatlar o'tkazishga to'g'ri keladi. Ana shu suhbatlarni o'tkazish semantik obyektni qurish uchun asos bo'ladi. Tushundinglarmi? Ana shu nuqtai nazardan mana foydalanuvchidan biz so'roq qilamiz, obyektni xususiyatlarini aniqlaymiz, qanday xususiyatlarga ega ekanligini va shularning natijasida boshlang'ich nimani yaratishimiz kerak bo'ladi? Boshlang'ich nimani? Obyektni modelini yaratishimiz kerak. Shu obyektni modelini yaratishga asos, yana qaytaraman, semantik obyekt modeli va uni yaratishdagi so'rovlar. Tushunarlimi? Endi mana bu so'rovlardan tashqari biz ikkinchi navbatda qiladigan ishimiz shundan iborat bo'ladiki, o'sha obyektda tayyorlangan turli xildagi hisobotlar, yo'riqnomalar, hujjatlar va shunga o'xshash bu butun hujjatlar hammasi o'rganiladi. Ana shu o'rganish natijasida biz yana obyektni nima qilamiz? Xususiyatlarini chuqurroq o'rganib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tushundinglarmi? Mana. Ana shu natijada hosil qilgan boshlang'ich obyekt xususidagi ma'lumotlarimiz bizni semantik obyektni yaratishga asos bo'ladi. Ana bu usulni demak chet ellik olimlardan Kod, Hammer va Leon tomonidan ishlab chiqarilgan konsepsiya yotadi. Ushbu modelni yaratishdagi asosiy maqsad berilganlarni modellashtirishda haqiqiy dunyoni yanada aniqroq tavsiflashga ega bo'lish. Tushundinglarmi? Modelning aniq shakli uni qurish uchun foydalanilgan tuzilmalarga bog'liq bo'ladi. Bu tabiiy holatdagi fikrlar. Bu tuzilmalar semantik obyektlar va unga bog'liq bo'lgan elementlardan nima bo'lar ekan? Iborat bo'ladi. Mana endi semantik obyektlar deganda biz nimalardan foydalanamiz? Modellashtiruvchi demak o'sha narsani nomini biz nima deb atadik? Mohiyat deb atagan edik. Ushbu bobda uni semantik object, ya'ni semantik obyekt yoki qisqagina aytadigan bo'lsak, obyekt deb ataymiz. Semantika atamasi ma'no, mazmunni anglatgan holatda semantik obyekt deyilganda obyektning foydalanuvchi tomonidan targ'ib qilinadigan berilganlar xususidagi tushunchalarning ma'nosini qaysi darajada modellashtirish nazarda tutiladi. Semantik obyektlar foydalanuvchi qabul qiladigan narsalarni mohiyat aloqa modeliga nisbatan aniqroq modellashtiradi. Nima sababdan ekan? Yana? Yo'q. Nima sababdan aniqroq modellashtiryapti? Sababi yuqorida keltirgan ikkita narsamiz. Ya'ni birinchidan so'rovlar natijasi, ikkinchi hujjatlar bilan chuqur ishlash natijasida biz ana shu xususiyatni demak aniqroq modellashtirishga ega bo'lar ekanmiz. Bu demak belgilarni modellashtirishdagi boyagi yuqorida aytib o'tgan mana bu mohiyat
aloqa modeliga nisbatan aniqlashtirib beradi, aniqlashtirib beradi modelimizni yana chuqurroq. Bundan tashqari ana shu asosda ishlovchi modellashtirishga yordam beradigan case tizimlari ham mavjud. Lekin ular hozirgi kunda sal kamroq, lekin case tizimlari mavjud. Siz bilan biz bilgan o'sha 4 data modeller tizimimiz nimalar uchun kerak edi? Mohiyat aloqa modeliga nisbatan modellashtirib berardi. Ana uni lekin mana bu semantik obyektlarni ishlatib modellashtirib beradigan case tizimlari hozirgi kunda sal kamroq foydalanadi, lekin buni bilgan odam modellarni chuqurroq va aniqroq modellashtirish imkoniyatiga nima bo'ladi? Ega bo'ladi. Shuning uchun mana shu xususda mavzuyimizni demak o'tamiz. Yozinglar mana demak belgilangan, ajratilgan ta'rifi semantik obyekt bu obyektlarning nomlangan majmuasi bo'lib, u yetarli darajada alohida nodirlikni tavsiflaydi. Bu yerda nodirlik degan so'zga urg'u beramiz. Shu so'zni ta'rifini nima uchun urg'u berishimizni quyida ko'rib o'tamiz. Mohiyatlar kabi semantik obyektlar ham nima bo'lar ekan? Nima bo'lar ekan? Sinflarga bo'linadi. Ya'ni birlashtiriladi. Obyekt sinf o'z nomiga ega bo'lib, shu orqali boshqa sinflardan farqlanadi. Nimaga ega bo'lar ekan? O'z nomiga. Obyekt sinf o'zining nomiga ega bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Demak, biz o'sha sinflar nuqtai nazaridan obyektni ko'rib chiqarganmiz. Sinflarga ajratilgan holatda. Masalan, talabalar o'quv loyihamizdagi belgilanmalar bazasida bir qancha obyekt sinflar mavjud bo'lib, shulardan biri ro'yxat obyekt sinfi deb qarashimiz mumkin. Esingizda bor, talabalar demak o'quv loyihamizni ko'rganmiz. Nechta obyektimiz bor edi debda, umuman olganda 5 ta obyekt mavjud edi. Shundan bittasini ro'yxat obyekti sinfi deb qarashimiz nima ekan? Mumkin. Demak, endi mana bu narsani eslab qolishingiz kerak yoki bo'lmasa daftarlarni bir chekkasiga yozib qo'yinglar. Obyekt sinflarining nomi ham mohiyatlar sinfining nomi kabi bosh harflar bilan yozilishi kerak. Katta harflar bilan yozilishi shart. Tushundinglarmi? Quyida biz ana shu taraflarga asosan ishni boshlaymiz. Endi alohidagi semantik obyekt sinfning nimasidan iborat bo'ladi? Nusxasidan iborat bo'ladi. Masalan, Salimov Rashid ro'yxat obyekt sinfining mexanika matematika esa fakultet obyekt sinfining nusxalaridan iborat bo'lsin. Ya'ni nimaga murojaat qilamiz biz yana? O'sha talabalar o'quv loyihamizga murojaat qilamiz. Talabalar o'quv loyihasidagi ikkita obyektga murojaat qilamiz. Mana Salimov Rashid va mexanika matematika obyektidan esa fakultetlar obyekt sinfiga murojaat qilamiz. Mohiyat kabi obyektlar nima bo'lar ekan? Atributlar termasi. Nima uchun termasi so'zi ishlatilyapti? Nima uchun terma so'zi ishlatilyapti?
Demak, biz tanlab olganimiz uchun atributlarni ichidan ana shuning uchun kelmasi so'zini ishlatyapman. Mana endi e'tibor beringlar, tepadagi o'tirib. Mana tepadagi nodirlik so'zini boya ishlatib o'tdik ta'rifda, to'g'rimi? Har bir atribut nodirlik xususiyatlaridan faqat bittasini tavsiflash kerak. Bu nima deganimiz? Biz yuqorida tepada aytdikki, biz ikkita xususiyatni tanlash, ikkita narsani demak tadqiqot qilishimiz kerak. Ya'ni birinchisi so'rovlar o'tkazish xodimlar bilan, ikkinchisi hujjatlar bilan ishlash. Ana o'sha paytda biz ikkita narsaga e'tibor berishimiz kerak ekan. Nimaga e'tibor berishimiz kerak ekan? Birinchidan nodirlikka e'tibor berishimiz kerak. Nodirligi turli xildagilarni alohida atributlar sifatida ko'rsatishimiz kerak. Alohida atributlar sifatida. Tushunarlimi? Misol, hali kim menga misol keltiradi? Tur. Sen misol keltir. Nodirligi alohida bo'lgan ro'yxat obyektidan bitta misol keltir yoki ikkita misol. Yoki o'sha talabalardan misol keltiramiz. Qani nodirligi ikkita bo'lgan bitta misol. Ha? Mexanika matematika fakultetining nomi nodirlikka misol bo'ladi. Chunki nima uchun? Bu fakultet obyektini demak ana shu atribut sifatida kelganidan keyin buni nodirligi alohida. Tushunarlimi? Ya'ni fizika matematika, mexanika matematika fakulteti, fizika fakulteti va hokazo fakultetlar bitta nodirlikni tashkil qiladi. Bitta nodirlik. Tushunarlimi? Endi misol uchun familiya ikkinchi nodirlik. İsim üçüncü nodirlik. Otasının ismi to'rtinchi nodirlik. Kursi beshinchi nodirlik va hokazo. Tushundinglarmi? Ana bular hammasi nimalarni hosil qiladi? Keyin atributlarni hosil qiladi. Ana shuni natijasida biz nima qilamiz keyinchalik shu obyektlarni birlashtirishda foydalanamiz. O'tirib. Tak. Mana alohida nodirlik iborasining ma'nosini yaxshi tushunib olishni obyektlar va bu hozirgi aytgan gaplarimizni hammasini mana shu keltirilgan misollar, mana bu talabamiz keltirgan misollar kabi o'zini tasdig'ini topdi. Keyingisi endi mana bu yerda buyurtma mana shu fizik obyektni narsasi emas, faqatgina shartnomadagi talablarni yetkazish bo'yicha kelishuv. Bu buyurtma so'zi nimani ma'nosini berayotgani to'g'risida gap ketyapti. Tushunarlimi? Bu aytilmoqchiki, bu narsa fizik obyekt sifatida emas, balki mantiqiy tushuncha sifatida ketyapti. Tushunarlimi? Bu mantiqiy buyurtmamizni, demak yoki bo'lmasa shartnomamizni mantiqiy so'z deb qabul qilgan holatda buni keyin buyurtmani shartnomalar bilan tasdiqlashimiz mumkin. Tushunarlimi? Ana shunaqangi narsalar ham o'zini nimasiga ega bo'lishi kerak ekan? Sinfiga ega bo'lishi kerak. Bular ham alohida nodirlikni nima qilib berar ekan? Tashkil qiluvchi atributlar bo'ladi.